Bugun men sizga bank kartasi ishlatadigan har bir fuqaro va ko'chmas mulk egasi bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat tadbirkorlarga yoki katta pul aylantiradigan odamlarga tegishli emas. Oddiy oylik oladigan, kartasiga qarindoshi pul tashlaydigan, uyini ijaraga beradigan, yer uchastkasi yoki kvartirasi bor har bir odamga tegishli. Chunki yangi qoidalar va nazorat tartiblari pul harakati, karta orqali tushumlar, ko'chmas mulkdan olinadigan daromadlar va rasmiy hujjatlar bilan bog'liq xavflarni keskin oshirmoqda. Men bu videoda qo'rqitish uchun emas, balki sizni xatodan saqlash uchun gapiryapman. Ko'pchilik odamlar jarima yoki blokirovka bo'lgandan keyingina men bilmagan edim deydi. Lekin qonunchilikda bilmaslik ko'pincha javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga lik bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bitta noto'g'ri karta operatsiyasi yoki bitta rasmiylashtirilmagan ijara kelishuvi keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkin. Oldin odamlar bank kartasidan juda erkin foydalandi. Masalan, kimdir do'stining pulini kartasiga qabul qilib berdi, kimdir kichik savdo qildi, kimdir uyini ijaraga berdi, lekin ijara pulini oddiy karta orqali oldi. Yana kimdir mashina oldi sotdisida, kvartira garovida yoki qurilish materiallari savdosida pulni turli kartalarga bo'lib o'tkazdi. Ko'pchilik buni oddiy maishiy holat deb qaradi. Kartamga pul tushsa nima bo'pti? Bu mening shaxsiy kartam-ku degan fikr juda keng tarqalgan edi. Endi vaziyat boshqacha. Banklar, soliq organlari, kadastr tizimi, notarial ma'lumotlar va moliyaviy monitoring o'rtasida axborot almashinuv kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Endi pul qayerdan kelgani, nima uchun kelgani, doimiy tushum bormi yoki yo'qmi, ko'chmas mulkingiz bor yo'qligi, ijara shartnomasi rasmiylashtirilganmi, daromad deklaratsiya qilinganmi? Hammasi tahlil qilinadi. Ya'ni tizim faqat bitta operatsiyaga qaramaydi. U sizning umumiy moliyaviy harakatingizni ko'radi. Masalan, sizning kartangizga har oy 3 million so'mdan 5 million so'mgacha turli odamlardan pul tushsa, bank yoki soliq organi buni oddiy qarindoshlik yordami deb qabul qilmasligi mumkin. Ayniqsa, pul tushumlari doimiy, bir xil kunlarda bir xil izohlar bilan yoki umuman izohsiz kelayotgan bo'lsa, bu savdo xizmat ko'rsatish, ijara yoki yashirin daromad belgisi sifatida ko'rilishi mumkin. Muammo shunda, siz haqiqatdan ham noqonuniy ish qilmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin operatsiya ko'rinishi shubhali bo'lsa, sizdan tushuntirish so'raladi. Men birinchi navbatda bank kartalari bo'yicha eng muhim narsani aytaman. Shaxsiy karta shaxsiy ehtiyojlar uchun ishlatiladi. Oylik olish, qarindoshdan yordam puli olish, do'stga qarz berish yoki qaytarib olish, do'konda to'lov qilish, kommunal xizmatlar to'lash, bolaning kontraktini to'lash kabi holatlar oddiy hisoblanadi. Lekin shaxsiy karta orqali doimiy savdo qilish, xizmat uchun pul qabul qilish, mijozlardan ommaviy tushum olish, ijara puli olish va buni rasmiy ko'rsatmaslik xavfli holatga aylanadi. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Nilufar opa uyida pishiriq tayyorlab sotadi. Avvaliga qo'shnilar buyurtma beradi, keyin tanishlari ko'payadi. Har kuni 10 yoki 15 ta odamdan kartasiga 40 ming, 50 ming so'mdan pul tushadi. Oy oxirida umumiy tushum 12 million so'm bo'ladi. Nilufar opa men kichkina ish qilyapman, korxona emasman deb o'ylaydi. Lekin tizim buni boshqacha ko'radi. Ko'p sonli shaxslardan doimiy tushum bor. Miqdor muntazam, izohlarda tort, buyurtma dostavka kabi so'zlar bo'lishi mumkin. Bu tadbirkorlik faoliyati belgisi. Bunday holatda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida rasmiylashish yoki qonuniy faoliyat shaklini tanlash kerak bo'ladi. Ikkinchi misol. Sardor aka bir nechta tanishlarining pulini o'z kartasi orqali aylantirib beradi. Masalan, kimdir unga 20 million so'm tashlaydi. U boshqa odamga bugun 9 million 800 ming so'm o'tkazadi. O'zi esa men faqat yordam berdim deydi. Lekin bank nuqtai nazaridan bu tranzit operatsiya bo'lishi mumkin. Pul keladi va tezda boshqa joyga chiqib ketadi. Agar bunday holat bir necha marta takrorlansa, karta vaqtincha cheklanishi, bank tushuntirish so'rashi yoki hujjat talab qilishi mumkin. Chunki moliyaviy monitoringda pul yuvish, noqonuniy valyuta ayirboshlash, firibgarlik va soliqdan qochish kabi xavflar aynan shunday belgilar orqali aniqlanadi. Uchinchi misol ko'chmas mulk bilan bog'liq. Dilorom opa bitta kvartirasini ijaraga beradi. Ijarachi har oy kartasiga 3 million so'm tashlaydi. Shartnoma og'zaki soliq to'lanmaydi.
Bir qarashda bu ko'p yillardan beri odatiy holatdek tuyuladi. Ammo endi kadastr ma'lumotlari, kommunal to'lovlar, doimiy karta tushumlari va yashash manzili bilan bog'liq axborotlar solishtirilishi mumkin. Agar sizning nomingizda 2 yoki 3 ta uy bo'lsa, ulardan birida yashamasangiz, lekin kartangizga har oy bir odamdan muntazam pul tushsa, bu ijara daromadi sifatida savol tug'diradi. Shartnoma bo'lmasa, daromad rasmiy ko'rsatilmagan bo'lsa, jarima va qo'shimcha soliq hisoblanishi ehtimoli paydo bo'ladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda kartasiga ko'p odamlardan muntazam pul tushadiganlar. Ikkinchi toifa ko'chmas mulkini ijaraga berib shartnoma qilmaganlar. Uchinchi toifa o'z nomidagi kartani boshqalarga ishlatishga berganlar. To'rtinchi toifa ko'p miqdordagi pulni izohsiz qabul qilib, keyin boshqa hisob raqamlarga o'tkazadiganlar. Beshinchi toifa real daromadi bilan xarajatlari mos kelmaydiganlar. Masalan, rasmiy oyligi 2 million so'm bo'lgan odam qisqa vaqt ichida 600 million so'mlik uy sotib olsa, tizim tabiiy ravishda pul manbasi qayerdan deb savol berishi mumkin. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar siz kartangizdan faqat oylik pensiya, stipendiya, aliment, qarindoshlik yordam yoki shaxsiy xarajatlar uchun foydalansangiz, xavf ancha past. Lekin bu ham hammasi mutlaqo muammosiz degani emas. Masalan, qarindoshingiz sizga katta miqdorda aytaylik 20 million so'm yuborsa, buni keyin tushuntira olishingiz kerak bo'ladi. Bu qarzmi, hadyami, uy sotib olish uchun yordammi, sheriklik pulimi, barchasi hujjat yoki kamiga mantiqli izoh bilan asoslanishi kerak. Ko'chmas mulk egalari uchun yangi davrning asosiy talabi shaffoflik. Uy, yer, noturar joy, do'kon, ombor, dala hovli yoki boshqa obyekt sizning nomingizda bo'lsa, u bo'yicha kadastr hujjatlari to'g'ri bo'lishi kerak. Maydon noto'g'ri ko'rsatilgan, qurilish ruxsatsiz kengaytirilgan, meros rasmiylashtirilmagan, oldi sotdi eski shonchnoma bilan yurib turgan bo'lsa, bularning hammasi keyinchalik muammo beradi. Ayniqsa sotish, garovga qo'yish, bankdan kredit olish, meros taqsimlash yoki sud nizosi chiqqanda hujjatdagi kichik xato ham katta to'siqqa aylanadi. Ko'pchilik uy mening nomimda bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas deb o'ylaydi. Men bunday fikrni xavfli deb bilaman. Chunki mulk egasi bo'lish faqat egalik huquqi emas, majburiyat hamdir. Mol-mulk solig'i, yer solig'i, kadastr ma'lumotlarining to'g'riligi, ijara shartnomasining rasmiyligi, kommunal qarzdorlik, noqonuniy qurilish masalalari sizning zimmangizda bo'ladi. Agar uyda boshqa odam yashasa ham, soliq va hujjat masalalarida birinchi savol odatda mulk egasiga beriladi. Endi ko'pchilik tushunmaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, har bir karta tushumi daromad emas. Masalan, akangiz sizga onangizning dori darmonlari uchun 2 million so'm yubordi. Bu daromad emas. Do'stingiz oldin olgan qarzini qaytardi. Bu ham daromad bo'lmasligi mumkin. Lekin muammo shundaki, tizim niyatni ko'rmaydi, u operatsiyani ko'radi. Shuning uchun izoh yozish juda muhim. Qarz qaytarildi, onam davolanishi uchun. Oilaviy yordam, kontrakt uchun yordam kabi aniq izohlar keyinchalik tushuntirish berishda yordam beradi. Ikkinchi nozik masala, o'z kartangizni boshqa odamga bermang. Bu juda oddiy maslahat. Lekin eng ko'p muammo aynan shundan chiqadi. Kimdir aka, kartangizdan bir oy foydalanib turay deydi. Siz ishonasiz. Keyin u karta orqali savdo qiladi. Noma'lum odamlardan pul oladi. Pulni boshqa joyga chiqaradi. Oxirida savol sizga keladi. Chunki karta sizning nomingizda. Bank ham, soliq organi ham birinchi navbatda karta egasini taniydi. Men bilmagan edim degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Uchinchi nozik masala. Ijara puli naqd olinganda ham javobgarlik yo'qolmaydi. Ba'zi odamlar kartaga olmasam hech kim bilmaydi deb o'ylaydi. Bu ham xavfli, chunki ijara munosabatlari faqat bank orqali aniqlanmaydi. Qo'shnilar murojaati, kommunal iste'mol, yashash manzili, notarial yoki kadastr ma'lumotlari, ijarachining o'zi bergan ma'lumot, hatto nizoli holatda sudga taqdim qilingan yozishmalar ham dalil bo'lishi mumkin. Agar ijarachi bilan kelishmovchilik chiqsa, u sizga qarshi shartnoma yo'qligini, pul berganini, uyda yashaganini aytishi mumkin. Shuning uchun rasmiy shartnoma faqat davlat uchun emas, avvalo sizning o'zingizni himoya qiladi. To'rtinchi masala, katta xaridlar va pul manbasi. Agar siz uy, mashina yoki qimmatbaho mulk sotib olayotgan bo'lsangiz, pul manbasini oldindan tartibga soling. Masalan, pul ota-onangizdan hadya bo'lsa, buni yozma kelishuv yoki bank o'tkazmasi izohi bilan rasmiylashtirish mumkin.
Agar qarz bo'lsa, oddiy yozma qarz shartnomasi tuzish kerak. Agar eski uyingizni sotib, yangisini olayotgan bo'lsangiz, oldi sotdi hujjatlarni saqlang. Hujjatlar bo'lmasa, keyin bu pul qayerdan keldi degan savolga javob berish qiyinlashadi. 5-masala, kartaga mayda-mayda tushgan pul ham yig'ilib katta summaga aylanadi. Masalan, bir oyda 200 ta odamdan o'rtacha 1000 so'mdan pul tushsa, umumiy summa 10 million so'm bo'ladi. Alohida qaraganda 1000 so'm juda kichik, lekin tizim umumiy naqshni ko'radi. Shuning uchun summalar kichik-ku deb xotirjam bo'lish noto'g'ri. Muhim operatsiyalar soni, muntazamligi, kimlardan kelayotgani va pulning maqsadi. 6-masala, izohsiz operatsiyalar. Men odamlarga doim aytaman, pul o'tkazayotganda izoh yozishga odatlaning. Ayniqsa qarz, hadya, ijara, xizmat haqi, tovar puli, oilaviy yordam. Ulush yoki omonat bo'lsa, izoh hujjatning o'rnini to'liq bosmasligi mumkin. Lekin keyinchalik vaziyatni tushuntirishda muhim yordam beradi. Eng yomoni katta pul izohsiz keladi, keyin izohsiz boshqa joyga ketadi. Bunday holat savol tug'diradi. 7-masala, ko'chmas mulkni qarindosh nomiga yuritish. Ba'zi oilalarda uy bir odamning puli bilan olinadi, lekin boshqa qarindosh nomiga rasmiylashtiriladi. Boshda hamma bir-biriga ishonadi. Keyin meros, ajrim, qarz, sud, oila ichidagi kelishmovchilik paydo bo'lsa, haqiqiy egani isbotlash juda qiyin bo'ladi. Bundan tashqari, rasmiy egasi kim bo'lsa, soliq va huquqiy majburiyatlar ham o'sha odamga tushadi. Shuning uchun mulkni kimning puli bilan olayotgan bo'lsangiz, huquqiy tomonni oldindan maslahatlashing. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, bank kartalaringizni tekshiring. Oxirgi 6 oy yoki 2 oy ichida kartangizga kimlardan pul tushganini ko'rib chiqing. Agar doimiy ravishda mijozlardan, begona odamlardan yoki bir xil maqsaddagi to'lovlardan pul kelayotgan bo'lsa, buni tartibga soling. Agar bu tadbirkorlik bo'lsa, rasmiy faoliyat shaklini tanlang. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki yuridik shaxs ochish masalasini soliq organi yoki mutaxassis bilan maslahat qiling. 2-qadam. Kartangizni hech kimga bermang. Mobil ilova parolini, SMS kodini, plastik kartani, karta raqami bilan birga tasdiqlash kodlarini boshqa odamga topshirmang. Agar ilgari kimdir sizning kartangizdan foydalangan bo'lsa, darhol parollarni almashtiring. Kerak bo'lsa, bankka murojaat qilib kartani qayta chiqaring. Chunki moliyaviy javobgarlikda beparvolik ham sizga zarar qiladi. 3-qadam, katta pul o'tkazmalariga izoh yozing va hujjat saqlang. Agar qarz bersangiz, qarz shartnomasi tuzing. Agar hadya bo'lsa, yozma tasdiq qiling. Agar oldi sotdi bo'lsa, shartnomani saqlang. Agar xizmat ko'rsatsangiz, chek, shartnoma yoki hisob faktura masalasini qonuniy yo'lga qo'ying. Telefon yozishmalari, bank cheklari, elektron kvitansiyalar, notarial hujjatlar va shartnomalarni alohida papkada saqlashni odat qiling. 4-qadam, ko'chmas mulk hujjatlarini tekshiring. Kadastr hujjatida maydon to'g'ri ko'rsatilganmi? Egasi to'g'ri yozilganmi? Manzil mos keladimi? Soliq qarzi yo'qmi? Yer yoki qurilish bo'yicha cheklovlar yo'qmi? Bularni tekshiring. Buni Davlat xizmatlari markazi, kadastr organlari, soliq shaxsiy kabineti yoki tegishli elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Agar xato topsangiz, uni sotish yoki nizodan oldin tuzating. Muammo chiqqandan keyin hujjat tuzatish odatda qiyinroq bo'ladi. 5-qadam, ijara shartnomasini rasmiylashtiring. Uy, kvartira, do'kon yoki boshqa joyni ijaraga bersangiz, og'zaki kelishuv bilan yuravermang. Shartnomada ijara muddati, to'lov miqdori, to'lov sanasi, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, depozit bo'lsa uning sharti, mulkka zarar yetkazilganda javobgarlik muddatidan oldin chiqish tartibi aniq yozilsin. Bu sizni ham, ijarachini ham himoya qiladi. Soliq masalasini ham qonuniy tartibda ko'rsating. Chunki yashirilgan ijara daromadi keyinchalik jarima bilan qaytishi mumkin. 6-qadam, real daromadingiz bilan xarajatlaringizni moslashtiring. Men bu yerda kam xarajat qiling demayapman. Men katta xarajatning manbasi hujjatli bo'lsin deyapman. Agar siz qimmat uy olayotgan bo'lsangiz, pul qayerdan kelganini tushuntira olishingiz kerak. Meros bo'lsa, meros hujjati. Hadya bo'lsa, hadya tasdig'i, qarz bo'lsa, qarz shartnomasi, biznes daromadi bo'lsa, soliq hisobotlari bo'lishi kerak. Bu oddiy ehtiyot chorasi. 7-qadam, bank yoki soliq organidan savol kelsa, beparvo bo'lmang. Xabarni e'tiborsiz qoldirmang, muddatni o'tkazmang. Avval xabarning haqiqiyligini tekshiring. Bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki ilova orqali ko'ring.
soliq bo'yicha shaxsiy kabinetni tekshiring. Keyin kerakli hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID, karta aylanmasi, shartnoma, qarz tilxati, ijara shartnomasi, kadastr hujjati, oldi sotdi shartnomasi, to'lov kvittansiyalari. Javobni hissiyot bilan emas, fakt bilan bering. 8-qadam. Oilangizdagi kattalar va yoshlarga ham tushuntiring. Ko'pincha muammo ota-onaning kartasidan farzand foydalanishi, talabaning kartasiga do'stlari pul yig'ishi. Pensioner nomidagi karta orqali savdo qilinishi sababli chiqadi. Har bir karta egasi o'z nomidagi moliyaviy harakat uchun javob berishini bilishi kerak. Ayniqsa, keksalar va texnologiyani yaxshi tushunmaydigan odamlar firibgarlarga yoki mas'uliyatsiz tanishlarga aldanib qolishi mumkin. 9-qadam, shubhali sxemalarga kirmang. Kartangizdan pul o'tkazib bersangiz, foiz beramiz. Bir kunlik hisob kerak. Faqat pulni olib berasiz. Hech qanday xavf yo'q degan takliflardan uzoq yuring. Bunday takliflar ko'pincha noqonuniy pul aylantirish, firibgarlik yoki soliqdan qochish bilan bog'liq bo'ladi. Siz ozgina foyda olaman deb keyin bank blokirovkasi, tekshiruv va huquqiy javobgarlikka duch kelishingiz mumkin. 10-qadam, mutaxassis bilan maslahatlashishdan qochmang. Agar kartangizda katta aylanma bo'lsa, ko'chmas mulkni ijaraga bersangiz, bir nechta obyekt egasi bo'lsangiz yoki biznesni shaxsiy karta orqali yuritayotgan bo'lsangiz, buxgalter, soliq maslahatchisi yoki yurist bilan bir marta maslahat qiling. Bu xarajat keyingi jarima, sud yoki blokirovkadan ancha arzon tushadi. Bugungi asosiy xulosa shuki, bank kartasi endi shunchaki pul kirib chiqadigan oddiy vosita emas. U sizning moliyaviy izingizni ko'rsatadi. Ko'chmas mulk ham shunchaki uyim bor degan narsa emas, u hujjat, soliq, ijara va huquqiy majburiyatlar bilan bog'liq aktivdir. Kim hammasini rasmiy, tartibli va tushunarli yuritsa, xavotiri kam bo'ladi. Kim, hech kim bilmaydi. Shunaqa yuraveradi. Keyin ko'ramiz desa, eng katta xavf aynan o'sha odamda bo'ladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq kartangizdagi tushumlarni ko'rib chiqing. Ijara bo'lsa, shartnomani rasmiylashtiring. Mulk hujjatlarini tekshiring. Katta pul operatsiyalariga izoh va hujjat tayyorlang. Bu ishlar ko'p vaqt olmaydi, lekin sizni katta muammolardan saqlaydi. Sizningcha bank kartalari va ko'chmas mulk bo'yicha nazorat kuchaygani oddiy odamlar uchun foydalimi yoki ortiqcha tashvishmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizga pul, soliq, bank, mulk va qonunchilikdagi eng muhim o'zgarishlarni so'ttida tushuntirib boraman.